Kimlarnidir gunohini eri bilan yuvib tashlar ekan Xudo. Kimlardir gunohini eri orqali yuvilar ekan gunohlari. Kimlarnidir gunohi xotini orqali yuvilar ekan. Kimlarnidir gunohi qaynonasi orqali yuvilar ekan. Kimlarnidir gunohi kelini orqali yuvilar ekan. Kimlarnidir gunohi qo'shnilari orqali yuvilar ekan. Qanday? O'sha erga sabr qilsa ayol kishi, har bir qilgan sabriga Xudo gunohlarni kechirib yuborar ekan. O'sha xotinga sabr qilsa erkak, har bir qilgan sabriga erkak kishining gunohlarini yuvib yuborar ekan Xudo, ketkizar ekan. O'sha qaynonaga kelin sabr qilsa, gap qaytarmasa, urushmasa, kelinni Xudo gunohlarini yuvib yuborar ekan. O'sha kelinga qaynona sabr qilsa, qaynonani gunohlarini yuvib yuborar ekan Xudo. O'sha qo'shniniga sabr qilsa, bu qo'shnini Xudo gunohlarini yuvib yuborar ekan. Balkim sizni o'sha eringiz tufayli Xudo gunohlaringizni yuvayotgandir. Balkim eringiz tufayli siz poklanayotgandirsiz. Balkim eringiz orqasidan siz eringiz tufayli vagon gunohlardan yuvilib poklanayotgandirsiz. Balkim qaynonangiz tufayli gunohlardan poklanib yuvilayotgandirsiz. Balkim ana o'sha erga sabr qilganligingiz uchun sizni martabangiz ko'tariladi. Balkim o'sha erga sabr qilganligingiz uchun sizga Xudo ko'p mukofotlar berar. Balkim o'sha erga sabr qilganligingiz uchun Xudo bolalaringizni olimlardan qilib yetishtirar. Bolalaringizni martabalari ulug' katta odamlar bo'lib, katta lavozimlarda ishlaydigan, obro'li, hurmatli odamlar bo'lar o'sha erga sabr qilganligingiz uchun. Nimaga? O'sha sabrni orqasidan sariq oltin deydi. Shu sabrni orqasidan Xudo sizga ko'p mukofotlar beradi. U qanaqa mukofot? Obro'yingiz ko'tariladi, hurmatli bo'lasiz, bolalaringizni orzu havaslarini ko'rishingiz mumkin.